Yuz mana bu skrab ozdirib, sellyulitni ketkazib berar ekan badandagi, rostmi? Hamma narsaga ishonaverasan deb, bu yolg'on. Skrab hech qachon seni ozdirib, sellyulitni ketkazib bermaydi. Semizliging, sellyuliting terining ichida joylashgan. Skrab faqat tashqi teriga ishlaydi. Rostdanmi? Aytgancha, skrabni postoyanno ishlatib yursa, badani tarang bo'lib, o'lik terini tushirib, yangi koja chiqarib, badanni silliq yoshartirib berar ekan. Shu rostmi? Skrabdan har doim foydalanib tursang, badaningdagi o'lik terini tushirib, senga yangi, svejiy, silliq teri paydo qilib beradi. Yosh badanli ayollarning siri skrabda. Unda aniq ishlataman. Qancha skrab ko'p ishlatsam, badanim shuncha silliq bo'lar ekan-a? Men senga aytaman, hamma narsaga ham ishonib ketavermagin. Skrabni haftasiga 2 marta ishlatadi, yetadi. Bir ham aqllisan, qayerdan bilasan shuncha narsani? Aytgancha, mana shu komplimentni kofeli skrabi badaningni yosh bolanikidek silliq qilib qo'yar ekan. Rostmi? Bu gaping rost. Aynan shu skrabdan menda ham bor. Maqtagancha bor ekan. Rahmat senga.